Peygamberimizden vapa örnekleri. Abdori Osman Nuri Topbaş. Tercüme kılgıcı Obulqasım Emin. Vapa söyülgen ve söylüşke erzeydigan kişilerge körüstilgen iltifatның belgisi ve dostluk qarzi. Musulmanın kimligini ifadeleydigan en muhim alametlerden biridir. Peygamberlerge, Allah dostlarına ve ulu kişilerge xas hususiyet sübütüde insan hayatını qimmatga erishtiradigan ma'naviy qimmat qarashdir. Biz bu maqolamizda en güzel axloq egasi bo'lgan Peygamberimizning hayotida ko'rgan vafo örneklerini tilga olamiz. Ota-onaga vafo. Rasulullahning hayoti vafo örnekleri bilan to'lgan bir hayotdir. Peygamberimiz ota-onaga vafodorlik ko'rsatishga alohida ahamiyat beradi. Peygamber aleyhisselam bir cihatdan qaytgandan keyin darhol yana bir cihatga atlanmoqchi bo'lganda ota-onamni yig'iltib qo'yib keldim ya Rasululloh degan yosh sahobiga ota-onangni qandoq yig'latgan bo'lsang shundoq kuldir deb qaytarib o'tgan edi. Bir kuni Abdullah ibn Ömer Makkaga ketayotganida bir A'robiy bilan uchrashib hol so'rashgandan keyin A'robiyni minayotgan tugisiga mindirib beshig'i sallisini kuydirib qo'ydi. Buni ko'rgan Abdullah ibn Dinar o kishiga Allah qilgan yaxshilikni qabul qilsin. Lekin badaviylar ozg'ina narsa bilan xo'shal bo'ladi deydi. Abdullah ibn Ömer buningga javoban, buning dadisi dadam Ömer ibn Xattobning do'sti edi. Men Rasulullohning bundoq deganligini anglagan edim. Yaxshilikning eng fazilatligi kishining dadisi dunyodan o'tgandan keyin dadisining do'stining oilasiga qilgan yaxshilikdir. Chunki u Xadichaning do'sti edi. Bir kuni Peygamber aleyhisselam Ayşe anamız bilan birga o'tirganda yoshda cho'ng bir ayol kirib keladi. Peygamber aleyhisselam o ayolning ismini so'raydi. Ayol ismining Jassamu al-Huzani ekanligini aytganida Peygamberimiz ko'rimsiz ma'nosini bildiradigan bu ismni go'zal ma'nosini bildiradigan ismga almashtirib shundoq deydi. Sening isming Jassama emas, Massana bo'lsin. Ondan ayoldan ahvol so'rgandan keyin izzat ikrom qilib yo'lga sep qo'ydi. Bu ayol ketgandan keyin Peygamber aleyhisselamning qilganlaridan hayron qolgan Ayşe onamiz bu ayol kim ya Rasululloh deb so'raydi. Peygamberimiz Xadichaning do'sti. Xadicha hayot vaqtida pat-pat kelib turadi degandan keyin shubhisizki ahdiga vafo qilish iymondan deydi. Abu Lahabning dedik ko'rsatilgan vafo. Peygamberimizning Abu Lahabning dediki Suvaybaga qilgan vafosi kishini hayron qoldirdi. Suvayba Peygamberimizni pat-pat yo'qlab turadi. Peygamberimizmi uninga izzat ikrom qiladi. Peygamberimiz Hazreti Xadicha bilan turmush qurgandan keyin Hazreti Xadichami Suvaybaga har vaqt yaxshilik qiladi. Peygamberimiz Madinaga hijrat qilgandan keyin Abu Lahab Suvaybani ozod qilib o'tgan bo'lib, Makka fathisidan keyin Suvayba o'lib ketganga qadar holidan xabar olgan edi. Suvaybaning vafot bo'lganligini anglagan Peygamberimiz yaxshilik qilish uchun uning urug' tuqqanlarini izlagan. O'zini tasdiqlagan do'stiga vafo. Peygamberimizning do'stlariga qilgan sadoqatimi tillarga daston bo'lgan. Bir kuni Hazreti Abu Bakri aldırğanlıqdan ko'nglikini tizzi ko'rinib qolgudek darajada ko'targunicha yugurib Peygamber aleyhisselamning huzuriga keladi va Peygamberimizga: "Ya Rasululloh, men Ömer bilan gap talashib qilib sal oshirib o'tdim. Keyin kechirim so'rsammi, Ömer qabul qilmadi. Shunga seni izlab kirishim" deydi. Buni anglagan Peygamber aleyhisselam 3 qatim "Alloh seni kechirsin ey Abu Bakr" dedi. Shu arada dastlabda Abu Bakrning o'zirisini qabul qilmagan Ömer achchig'i yongandan keyin uni izlab uyiga boradi. Uyda yo'qligini ko'rgandan keyin Peygamber aleyhisselamning yeniga keladi. Bu asnoda Hazreti Abu Bakr masjidda edi. Peygamberimizning so'zlaridan Ömerga so'g'uq muomala bo'layotganligini his qilgan Abu Bakr ansirab Peygamberimizning oldida tizlanib turib: "Ya Rasululloh, gunoh menda, men oshirib o'tdim" degan edi. Peygamberimiz masjiddagi sahobalarga qarab: "Haqiqatan Allah meni sizlarga payg'ambar qilib avatgan edi. Sizlarga buni yetkazgunimda hech qaysonlar menga ishonmadinglar. Abu Bakr bo'lsa, rost aytsan deb menga jini va meli bilan hamdamda bo'ldi. Degandan keyin bu do'stimni amdug'i aramida qo'yarsizlar" deydi. Buni anglagan sahobalar shuningdan keyin Abu Bakrga alohida hurmat ko'rsatdi
va u kishini hech kim xafa qilmadi. Habashiston podshohi Najoshiga vafodorlik uchun elchining xizmatida bo'ldi. Suyimlik payg'ambarimiz do'stga qilingan yaxshilikqa eng go'zal shaklda javob qaytarishni vafoning taqozosi deb qaraydi. Bir kuni Habashiston podshohi Najoshi avatgan elchilar o'miki payg'ambar alayhissalom bilan ko'rishish uchun kelgan edi. Ularga payg'ambarimiz o'zi bir qullik xizmat qilishga boshlaydi. Buni ko'rgan sahobalar, "Ya Rasululloh, sizlar o'tirsizlar, biz qilayli" deyishdi. Payg'ambarimiz bunga javoban, "Bular ayni vaqtda mening sahobilarimga yaxshilik qildi. Men bularga o'z qo'lim bilan xizmat qilishni xohlayman" deydi. O'makdikilarga qilingan izzat-ikrom ularning nazarida Najoshining o'ziga qilingan sanaladi. Shuning uchun payg'ambarimiz ularga o'z qo'li bilan xizmat qilish orqali ularning ayni vaqtda qilgan yaxshiligidan naqadar mamnun bo'lganligini ko'rsatgan, vafodorlikning eng go'zal o'rnakini yaratgan edi. Payg'ambarimiz Alloh yo'lida shahid bo'lganlarning bola chaqlari va urug' tuqqanlarga qo'ldan kelish yaxshilik qilish, hol kunidan xabar olish orqali ularga bo'lgan vafosini ko'rsatdi. Payg'ambarimizning o'zining uyidan qolsalar, Ummu Süleyman'ın uyiga eng ko'p borganligini ko'rgan sahobalar payg'ambarimizdan buning sababini so'raydi. Payg'ambarimiz, "Men uning hol kunidan xabar olaman. Chunki uning qarindoshi Biri Mauna kuni shahid bo'lgan sahobalarning orasida bor edi" deb javob berdi. Dushmaninglar dushmani, do'stinglar do'stumdir. Payg'ambarimizning vafo o'rnaklarining eng oxirgi sifatida shuni tilga olmay tura olmaymiz. Aqaba bayitida Madina hayitining ichida o'rin olgan Abul Haysam bin Tayyan, "Ey Allohning payg'ambari, biz bilan sening qavming orasida ittifoq bor. Biz hozir sana bay'at qilsak, ular bilan bo'lgan ittifoqlikni buzgan bo'lamiz. Kunlarning birida Alloh sana kuch-quvvat berib, o'z yurtingga qaytqudak bo'lsang, bizni tashlab o'z qavmingning yeniga ketishingdan qo'rqamiz" deganda, payg'ambarimiz buningga javoban kulimsirab turib shundoq deydi: "Jininglar jinim, mazarlıqınlar mazarlıqımdır. Men sizlerden, sizler mendin. Düşmanınlar düşmenim, dostunlar dostumdur." Haqiqatan shundoq bo'ldi. Tarix Payg'ambar alayhissalomning va'dasiga vafo qilganligiga, o'ziga quchoq ochganligiga qarshi hech vaqt vafodorlikdan ayrilmaganligiga, o'ziga qilingan yaxshilikni aslo unutmaganligiga shohid bo'ldi. Kunlarning birida Makka dahil bütün Arab yerim oralig'i hukmron bo'lishiga qaramay, tug'ilib o'sgan shahar Makkaga qaytmadi. Va'da berganidan vafot bo'lganga qadar Madinada yashadi. Shu yerda vafot bo'ldi. Shu yerga dafn qilindi. Osman Nuri Topbash.